Xullas, Scorpion ko'rinishidagi mashina taqdim etildi. Birlashgan Arab Amirliklarida taqdim etilgan bu yo'l tanlamas cheksiz yo'llar uchun yaratilgan. Genesis kompaniyasi X Scorpio nomli konsept avtomobilini taqdim etdi va u bevosita qora yo'g'on dumli chayondan ilhomlangan va o'ziga xos muhitda Rub al-Xoli cho'llarida namoyish qilindi. Kuzovdagi segmentlardan ko'rish mumkinki, chayonning egzoskeletini eslatib yuboradi. Egri chiziqlar esa hujum oldidagi dum harakatini eslatadi. Uglerod tolasi va kevlardan tayyorlangan yengil zirhli avtomobilga juda og'ir to'qnashuvlar ham qo'rqinchli emas. G'ildirak kamarlari qisqichlarga, tomdagi havo yutgichi esa chayon nishiga o'xshaydi. X Scorpio 18 yumli yirik g'ildiraklar va 1100 ot kuchiga ega. V8 dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, qum ustida yuqori tezlikda harakatlanish uchun moslashgan. Saloni charm, mikrozamsha hamda mat va yaltiroq materiallar uyg'unligida yaratilgan. Asboblar paneli esa to'g'ridan-to'g'ri rulga joylashtirilgan. Bu esa qum tepaliklardan o'tishda chalg'imaslikka xizmat qiladi. Xo'sh, mana shu mashinani haydagan bo'larmidingiz? Fikringizni izohlarda yozing.